Assalomu alaykum. Men Normurodova Zebinisa, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidanmiz. O'g'lim Omonov Bunyodda mana shu yurak parogi borligini 3 oyligida bilganmiz. Keyin o'zimiz tarafdagi doktorlarga ko'rsatdik. Doktorlar ko'rgandan keyin operatsiya qildirishingiz kerak deyishgan. Imkonimiz yetmagan sababli shu yoshgacha keldik. Keyin Sinov medikalga keldik. Keyin bu taraf tanishlardan surishtirdik. Mirabror Usmonov nomidagi nimani fondni aytishdi. Keyin bizlarga operatsiya uchun fond pul ajratib berishdi. Bu fondga kelganimizda bizlar yaxshi kutib olishdi. Hujjatlarni tayyorladik, mablag' ajratib berishdi. Operatsiya yaxshi o'tdi. Xudoga shukr, farzandimiz sog'lom. Mana shu fondga kattakon rahmat. Farzandimiz sog'-sog'lom, soppa-sog'lom, mamnunmiz, xursandmiz. Farzandimizni shunday kasallik eshitganimizda qo'rqqanmiz. Nima bo'ladi, oilamiz bilan xavotirlanganmiz. 3 oylikda eshitganimizda xafa bo'lganman. Nima bo'ladi endi farzandim hayoti deganman. Dadasi bilan ko'p xavotirlanganmiz. Men farzandim 5 yoshga kirdi. Shu yoshgacha o'ylaganmiz taqdirni nima bo'lar ekan, imkoniyatimiz yetmaydi davolatishga deb keyin surishtirib shu fond borligini bilganmiz, hamma hujjatlarni tayyorlaganmiz. Rahmat, shu kishilarga ham shuncha yordam berdi. Farzandimiz yana qayta tug'ilgandek bo'ldi. Endi xursandmiz. Ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. Nasib, Xudo xohlasa, sog' salomat katta qilaylik.